Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilari, hurmatli gulsevarlar. Bizda shunaqa chiroyli gullar bor sotuvda. Hozir hammasini bir qator obzor qilib beraman. Mana ayol baxti qora barglisi. Gigant sortidan barglari katta bo'ladi. Barglari 25-30 santimetrgacha bo'ladi. Kaftimdan katta. Araukariya, xona archasi, o'zidan 24 soat kislorod chiqaradi. Gardeniya gulimiz bor. Shtamp holatda, mana shtamp qilingan, shtampoviy gardeniya. Chiroyli atirgulga o'xshab ochiladi. Hidlari juda shirin bo'ladi. Gigant sorti, mana antiurumdi gigant sortidan. Gullari mana shapaloqdek keladi, kaftimcha keladi. Barglari mana philodendron degan gulimiz. Barglari katta, chiroyli sortidan. Kichkina gullarimiz ham bor, shifleri, korolevskiy geran, dollar guli, araukariyani kichikrog'i tayyor tuvakka ekilgan. Bularni o'zim anchadan beri parvarish qilaman. Stressdan chiqqan, xona sharoitiga moslashgan, o'suvda to'xtagan yo'q. Yangi barglar, yangi gullar chiqaryapti. Holatlari chiroyli tuvaklarga ekilgan.